Hammaga assalomu alaykum aziz uy bekalari. Mana bugun men tandirda non yoqishni ko'rsataman. Hamma har xil usulda qiladi. Kichkinaligimda masalan oddiy uy grosh xamir turishida qilardim. Unda Rossiyada yashaganligim uchun pulga yoqadigan issiqni suvga shidrolitda solaman, tuz solaman. Влажный дрожь, сухой дрожь solib, mana qilib xamir qarib, xamir qilaman. Nonim lekin juda zo'r chiqadi. Yaxshilab qattiqqina qilib mushlab olamiz. Mana hozir o'g'lim mushlab yordam beraman deb o'zi mushlab tashladi. Baraka topsin. Qattiqqina xamir qildik. So'nachalarni qilib shunday yopib qo'yamiz. 1,5 soatda kubib oshib chiqadi. Endi zo'rnalarimizni katta qilib yoyib olamiz. Mana tandirga olovni yoqib qo'ydim. Parashalarni bir-biriga qalab, yaxtagina suvga ozgina tuz solib eritib qo'ydim. Tuzli suv bilan ilmasam tushib ketadi. Parasha beryoska daraxtlarida o'tini o'ta kuchli. Shuning uchun tuzli suv bilan olovimizni ustini lapatkalar bilan yopib qo'yaman. Tuzli suv bilan yaxshilab namlab bosib ilmasak olovimiz o'ta kuchli-da, lekin noni juda zo'r chiqadi va o'tin yaxshi ichimli. Tandirim ancha eskirgan. Har kuni pishirmaymiz. Ora-tira havasaki o'zbekona non yegimiz kelganda, ob-havo yaxshi bo'lganda tandirga non pishiraman-da. Hamisha har kun pishirib, qishdan kun sovuqlarda umuman pishirmaymiz. Mana ustini bekirib lapatkalar bilan yopib qo'ydim cho'g'imda. Mana bilib chiqdim. Yaxshilab suvlab bir yopamandami 5 minutdan keyin o'sha lapatkalar olib tashlayman hammasini. Yana 5 minut yopaman, o'zi mana shunday qip-qizil bo'lib pishib qoladi. Voy. Dahshat non bo'ladi o'zi ham. Uni ham yaxshida Rossiyani. Undan oqmaydi ham, tushmaydi ham. Somsalari ham zo'r chiqadi. Uni yaxshi Rossiyani, lekin ishi sotlari, chornigilas, bunlar hammasi yaxshi ish qilib. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib, obuna bo'lib qo'yingizlar. Bizni kuzatishda davom etingizlar. Bundan-da yaxshi videolar chiqarib ko'rsatishga harakat qilamiz. Hammaga, oilasiga tinchlik, omad, sog'lik tilaymiz. Kattakon rahmat.